Assalomu alaykum aziz hurmatli do'stlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsizlar va men Shamsulla Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Ha aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek biz hozir ham Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanining bozorida biz bozorning bir forma tikadigan do'koniga kelib turibmiz. Mana Afg'onistonning formalarini tikadigan joyga keldik. Mana hozir bizlar mana ko'rayotganingizdek mana shu yoqda Afg'onistonning formalarini tikadigan joyga keldik. O'shalardan so'raymiz, qanday forma tikar ekan, qanday qilib bu forma tikishi osonmi, qiyinmi, qanchaga tikadi, birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz aziz do'stlar. Agarda videomiz sizga yoqsa, videomizga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qani bo'lmasa videomizni boshlaymiz aziz do'stlar. Birma-bir inshaalloh ko'rsatib o'taman hammasini aziz do'stlar. Ushbu ko'rayotganingizdek, mana ushbu akamizdan so'raymiz, qanday qilib Afg'onistonning formasini tikar ekan, qancha pulga tikar ekan, Afg'onistonning puliga, O'zbekistonning so'miga qancha bo'ladi, birma-bir inshaalloh ko'ramiz, qanchaga tikadigan. Ismingiz? Ismim Saydullo. Men o'sha Sho'rtepa tumanida ya'ni do'konda ishlayman. Forma tikadigan do'konimiz bor. Shu formalarni siz tikaman, hammasini biz tikamiz. Qanchaga tikasiz? Afg'onistonning puliga 850-800 dan beramiz. Ko'rayotganingizdek do'stlar, Afg'onistonning puliga 850 afg'oni deyapti. O'zbekistonning so'miga esa 160 ming so'm, 65 ming so'm oladi taqriban. Mana shu ushbu ko'rayotgan formalarimizni juda ham chiroyli qilib tikar ekan. Mana ko'rayotganingizdek ushbu formani ham siz tikkan, Shuni ham biz tikamiz. do'stlar, mana ko'rayotganingizdek mana ushbu formani 850 afg'oni deyapti. O'zbekiston so'miga esa 165 ming so'm, 60 ming so'm bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek hali tayyor bo'lmagan forma ekan. Bu hali dastmol ham bo'lmagan, hali tugma ham pasta bo'lmagan. Juda ham chiroyli qilib tikkan ekan. Mana ko'rayotganingizdek afg'on formasi. Mana ishda qiynalmayapsizmi? Qanday shinalarni tikasiz? Juda ham zamonaviy, tezkor bo'ladi. Shuning uchun ham ishlarimizni juda osonlashtiradi. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek ushbu uskunalarda ishlashar ekan. Mana juda ham bir zamonaviy uskuna. Ko'rayotganingizdek mana bu ushbu uskunalar ko'pli ekan. Mana ko'rayotganingizdek Saydullo akamiz mana ishlab turibdi. Saydullo ushbu uskunalarda ham bir ma'lumot bergan ko'rayotgan do'stlarimiz uchun ham. Qanday qilib ishlatyapsiz bu uskunalarni? Qanday kayfiyati, qanday? Kayfiyati juda ham a'lo. O'shaning uchun ham bular tubli ishlaydi va o'zida hamma narsasi bor. Qaychi ham qilib beradi. Ularni ham o'zi qaychi qilib ketadi. Zamonaviy juda ham. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek Saydullo akamiz ishlashni boshlamoqda. Mana ko'rayotganingizdek ushbu dastmol qilib yopishtirgan narsalarni birma-bir tikib chiqmoqchi. Ko'rayotganingizdek mana inshaalloh. Do'stlar, ushbu uskuna ko'rayotganingizdek juda ham bir ishlashga qulay ekan. Mana ko'rayotganingizdek o'zida qaychi, hamma narsasi bor, torlarni o'zi uzib berar ekan. Mana ko'rayotganingizdek ismi ham nima bu Saydullo ushbu uskunaning ismi? Bu mashina ismi, ya'ni shirkatning ismi Ma'lum Pisaron deb qo'yilgan. Juda ham zamonaviy ishlab chiqarilgan. Tezkorligi ham 60 darajaga yetadi. 60 darajagacha. Mana ko'rayotganingizdek Afg'onistonning shirkati Ma'lum Pisaronning ismi yopishtirilgan. Ko'rayotganingizdek Chindan zakaz qilib o'sha yoqda qurshatib, o'sha yoqdan olib kelar ekanlar mana ushbu uskunalarni tokli. Ko'rayotganingizdek juda ham bir qulay ishlar ekan. Ushbu formalarni ham hammasini Saydullo akaxon ushbu mashinada tikkansiz, ha? Hammasini shu mashinada tikkanmiz. Mana do'stlar, ko'rayotganingizdek juda ham bir chiroyli chiqqan afg'on formalari. Sizlar mana ko'rayotganingizdek qaysi bir rangdan afg'on formalarni kiymoqchi bo'lsa, odamlar kelib ushbu yerdan zakaz berar ekan. Mana ko'rayotganingizdek qaysi bir afg'on formasini kiymoqchi bo'lsa, o'zlari ko'rsatib ketar ekan mana afg'on formalari. Shuni qaysi birini tanlasa, o'zlari zakaz qilib ko'rsatar ekan. Mana ushbu yerda daftari ham bor ekan. O'shanga Saydullo akamiz ismini yozib qo'yar ekan. Ko'rayotganingizdek ismi ham yozilgan bu tomonda. Do'stlar, ushbu daftarni ko'rib har kim zakaz qilsa, o'shanday qilib formani tikib kelib qo'yar ekan. Do'stlar, ko'rayotganingizdek Saydullo akamiz ham ozgina uyalyapti. O'shaning uchun ham o'zbekini unchalik gapira olmaydi, lekin juda ham chiroyli qilib tushunadi. Xo'p, do'stlar, o'zim ham turkmanman, o'zim ham unchalik o'zbekini gapira olmayman.
qo'limdan kelgancha harakat qilyapman sizlar uchun aziz do'stlar. Videomiz ham nihoyasiga yetmoqda. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman aziz do'stlar.